Bugun Signorina Lazi akademiyasida kosmetologiya yo'nalishida обучение birinchi kun. Shogirdim to'lov qilganlardan keyin zudlik bilan ketadigan bo'lib qoldilar. Aynan mana shuning uchun ham biz juddalar ham katta tezlikda o'qishni boshladik. Aslida 18-da Moskvada bo'lishim kerak edi. Bu poyezdkamni ham qoldirib, modellarni yozishni boshladim. Chunki men uchun sifatli o'quvchi chiqarish birinchi o'rinda. Har bir обучениямdan oldin erinmasdan ish stolimizni qanday toza tayyorlashimiz kerak, klient kelganda qanday atmosferani ko'rish kerak podrobno ko'rsataman. Bizda bugun botox, kokteyl, lab filler hamda chistkagi modellarimiz bor. Birinchi bo'lib lab teoriyasidan boshladim. Hammani qiziqtiradigan savol, qanday qilib 15 kunda kosmetolog bo'lib chiqish mumkin? Signorina Lazi akademiyasida hammasi tartibga, sistemaga qo'yilgan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zingiz tushunib olasiz. Undan keyin kurs olayotgan karboksik klientim keldilar. Shu orada kokteylga modelimizga anesteziya qo'yishni o'rgatdim. Yaqin oragacha menda shunaqa bir missiya bor edi. Men musofirdagi ayollarimizga o'z kasbini o'rgatishim, tobora rivojlanib borayotgan bu beauty sferada ayollarimiz ishlashsa, doimiy ravishda uborkada yoki posudada ishlashdan ko'ra kam vaqt ishlab ko'proq daromad ko'rishlari, ayollar bilan o'zlari sevgan kasbda mazza qilib ishlashlari mumkin degan fikrda juda ham harakat qilganman ayollarga shu fikrni tushuntirib berishga. Bundan tashqari esa musofirchilikda biz butun umr yurmaymiz. Qachondir o'z vatanimizga qaytishimizga to'g'ri keladi. O'z vatanimizga qaytganimizda esa ayol kishi uchun hozirgi kunda zamon talabi beauty sferada ishlash hisoblanadi. Agarda bu kasbni o'rganishsa, O'zbekistonga qaytgandan keyin qanaqangi biznes qilsam ekan, yo'limni qanday topsam ekan degan savollar ayollarimizni qiynamaydi. Bemalol birinchi kundanoq ishlashni boshlashlari mumkin. Agarda yaxshi master bo'lib chiqishsa. Juda ko'p shogirdlar chiqardim, onlayn ham, offlayn ham, lekin hozirgi kunga kelib umuman ham shogird chiqargim kelmay qolgan. Nimagaki hamma ham mendek fikrlamas ekan. Ya'ni beauty sferada qolish uchun, doimiy ravishda yillar davomida ishlab, yaxshigina daromadga chiqish uchun bu faqatgina bepul ishlashga tayyor bo'lish kerak. Ya'ni boshida qo'lini o'rgatish uchun, o'zini charxlash uchun tinimsiz 20 tadan model besplatniga qilishga tayyor bo'lish kerak. Lekin bizni ayollarimiz bu narsaga tayyor emas. Ular uchun обучениeni bitirgandan birdaniga 10 ming, 20 ming, 30 minglab kuniga topishlari kerak. Bu esa umuman ham insonni adashtiradi. Inson avvalo o'zini kasbini sevish kerak. Ana o'shandagina master pulni emas, pul masterni quvib yuradi. Shunaqa to'rtta chistkani qilib обучениemiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyada yozib qoldiring. Mani shogirdim bugungi nechta model oldilar?